Sizga bir so'z aytgim kelib. Aka naqar turibdi bizga gaplashayotganmiz. Ag'ranasizmi siz? Bilamayapsizmi? Uyamadı. Bu ham aytaman. Assalomu alaykum. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Aka, men sizni ko'rib qolganimdan hozir hayajondaman, lekin men joma muxlisingizman-da. Sizni kinolaringizni ham ko'rganman aka. Kelinim jo'g'aldi, qaynatam urdi degan kinongizni. Nima? Kelinim jo'g'aldi, qaynatam urdi degan kino. Ben oynaganman. Ha, siz aktyormi? Qaysi? Kelinim jo'g'alganda qaynonam urdi degan kino og'ich aktyor. Yo'q. Adashtiryapsiz. Açık meyişiyim. Ha, bo'ldi, tanıdım. Siz artistsiz. Kim? Hey, ana Otabek Mutalxo'jayev. Otabek Mutalxo'jayev. Mayli telbadinglar, mayli divona degan qo'shiqlar. Qo'shiqniki Atabek Mutalxo'jayev. Siz shu emasmi? Qo'shiq kim aytgan o'sha qo'shiqni? Otabek Mutal yo'q. Rayhon G'ani yo'q. Alloh qo'shiq. Ana u Bahrom Nazarov aytgan. Siz artistda men lekin muxlisizman-da aka hozir. Taniyapman, qo'shig'ingiz esimga kelmayapti-da. Qo'shiqni eshitdingiz. Past Qo'shiqni eshitganmisiz? Gohi shunday yoshlik, paytim keladi, sizga bir so'z aytgim kelib. Aka naqar turibdi bizga gaplashayotganmiz. Ag'ranasizmi siz? Bilamayapsizmi? uyamadı. Bu ham aytaman. Lekin men buni tanimayman, bokan. Aytib odam O'zbekistonga yaqinda keldingiz. kim? Yo, men O'zbekiston fuqarosiman. Shunda nimaga tanimaysiz? Siz Qaynatam urdi, keldim qochdi deysiz. kinoda ham chiqqansiz-ku aka. To'g'rimi? Yo'q. Hozir sizni juda zo'r bitta qo'shiqni ayting aka, men hozir eslamayapman, to'g'risi. Sendaqasi yo'q bu olamda. Sindaqasi yo'q bu olamda. Muhabbating har bir olam. Muhabbating har bir. Ya bu qo'shiq. Men sizga o'rgatmayapman. Ha, Shu kimni qo'shig'i? bu Anvar sanayaptiki. Men artistlar yaxshi taniyman. Men o'z qo'shig'imni qaytib deguncha tong otadi deyapman-da. Yo'q, bittasini ayting, o'zingizni qo'shingiz, mana trendda qo'shingizni ayting. Aytsam taniysizmi? Taniyman, 100% taniyman. Bir do'stim bor, eslatar. Ha, endi esladim. Novruz aka siz. Novruz aka. Familiyam Novruz. Novruzov. Ismim kim? İsminiz Jir. Jir Novruzov'di? Kim? Jir Novruzov. Familiyangiz Jir Novruzovmi? Yo'q. Lekin bilaman. Tursunboy. Tursunboy Novruzovmi? Ha. Lekin aka qo'shiqlaringiz bir shu kakras Hozir klip olib charchab chiqdim. Kecha uxlamaganman. shashasizmi? Hozir 12 soatdan beri klip olib charchaganman. Yo'q, men aka lekin qo'shiqlaringizni jomon eshitganman, muxlisingizman-da. Bitta video qilib bersa bo'ladimi? Ana o'qisa. Nima qarayapsiz? Hech o'zim qildim. Ya endi aka, men o'zim stil yaratuvchiman-da. Buni Laura Piana mana shalvar kiyib chiqqanman. Tashqinda sentrda jiraman-da. Zarada. Futbolkam yangi bu ham. Sumka Gucci. Gucci. Telefon Samsung. Yo'q, iPhone. Ha, iPhone. iPhone ha. Bitta aka shunga bitta mana shuni bir do'stimni jonli aytgan, meni oshnalarim bor-da. Jiyilmaydigan oshnalarim bor. Oshnalarim mana Jir Osmonovda ko'rib qoldim. Jir Osmon. Jirmidi familiyangiz? Novruz. Novruzov Osmonni ko'rib qoldim. Faqat ertalab miyamda qattiq jiyilib qolganda Qayerda topdingiz? men sizni orqangizdan kuzatib turibman. Jetkindan beri kuzatib turibman aka. Lekin aytaman, muxlisizmi? Men bitta qo'shiq aytgan aka, istalga tushgan mana. Qaysi qo'shiq? Bir do'stimni. O'zimni qo'shig'im. O'zingiznikini. Kimlar shu? Oshnalarim uchun jilmaydigan oshnalarim. Farruh, Sug'i, G'oni jilmaydi. Farruh, Sug'i, G'oni. Shular uchun. Bir do'stim. Ya, aka qo'lim jilkan qo'ysa sen ular oltda hech kimmas ekansan deb o'ylaydi-da. Men buni qilib turib, shuna qilib turib. Aha. Bo'yingiz ham uzun ekanda menda. Bo'yin pasradi. Aka, artistlar kibr bo'lmaydi deb eshitganman. Sizda kibrlik bormi, yo'qmi? Nima ishlaydi? Kibr yo'qmi? Yo'q. Bitta. Ey, oshnam. Aytmaysizmi aka endi? Bir do'stim bor, eslatadi bolalikni. Diqqat oling. Ha. Zo'r. 2008'lar sila. Qaytma. 2008'lar? Ha. 2010'lar. Bir do'stim bor, eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor, Kecha o'rgatadi. ko'rdinglarmi? Meni artistlar bilan tanishmaydi denglar. Mana men tanishib qoldim. Bu Otabek Mutalxo'jayev bilan. Yo'q, Bahrom. Yo'q. Aka, men xotiram yaxshi emas-da. Ertaga gaplashsak bo'lmaydi. Ya ertaga ketgan bo'laman-da aka, meni vaqtim yo'q-da.